qo'ziqoringizni hosil qilasiz. Qo'ziqorinni ikkinchi qanotiga siz qo'ziqoringizni hosil qilgan taxlaysiz. Kuch boshlaydi. Chiqing. Hosil qiling. Birinchi so'zni oling va uni nariga qarab yopishtiring. Bir chekkadan. Barakalla. Hop, endi o'tirib keyingisi. Keling, bittadan. Bir-biriga. Keyingisi. Olib yotamiz. So'z bir-biriga hosil qilib, yangi so'z hosil qilishingiz kerak. Keyingisi. Barakalla. Bunday yopishtirib. Bo'ldi. Keyingisi. Bo'lganini hech ish kerak. Hop, keyin qil. Hozir o'qiymiz so'zlarni. Bunaqa tezroq, bunaqa. Hop, mana endi so'zlar hosil bo'ldi. Endi qani so'zlarni o'qiymiz. Diqqat bilan o'qiymiz. Qani. Baland bino. Baland bino bo'ladimi? Bo'ladimi? Bo'ladi. Odobli o'quvchi bo'ladimi? Hop. Ko'rkam kitob bo'ladimi? Qanday kitob bo'ladi? Qiziqarli kitob bo'ladi. Ko'rkam kitob. Ko'rkam daraxt. Kim yopishtirdi? Ana bitta. Hop, qiziqarli daraxt. Bo'lganmi? Hop, demak, kitob bilan daraxtni nima qilib qo'yishdi? O'rnini ajratib qo'yishdi. Ko'rkam kitob, to'g'ri, ko'rkam katta kitob bo'lishi mumkin. Lekin qiziqarli daraxt bo'ladimi? Yo'q. Qiziqarli daraxt albatta. Birga bat tuzatganingizda diqqatingizni e'tiboringizga keyingisi. Mehribon o'qituvchi bo'ladi. Mehribon o'qituvchi. Hop, odobli bola bo'ladimi? Bo'ladi. Chiroyli ona bo'ladimi? Mana chiroyli onamiz qanday? Qanaqa? Chiroyli. Hop, tajribali maktab. Tajribali maktab. Tajribali kim bo'ladi? Ustoz. O'qituvchi bo'lishi mumkin yoki haydovchi bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Tajribali. To'g'ri. Hop, bu yerda shu qatta bu yerda 3 ta qator bo'ladi. 2 ta qator. Endi nima qilamiz? Unda. Qani shu so'zlarda gap chiroyli siz olisizmi?